Oldin 300 ming sotilganlar 150 ming so'mdan ekan. Mana Farg'ona vodiysida bitta bo'lgan Hatice Sultonda katta aksiya chegirmalar ketyapti ekan. Bu yostiq jildi 35 mingdan. Nima deyapti? Bu 3 metrli yakandozlar esa uzuni 3 metr. Eshityapsizmi? Oldin 300 ming sotilganlar 150 ming so'mdan ekan. Mana uzunligini ko'ring. Ko'ryapsizmi? Haqiqatda 3 metr 300 ming so'm bo'lgan narsa hozirda 150 ming so'mdan aksiyada. Bu ko'rib turganlaring Hatice Sulton mahsulotlari va men kadrdan uzoqlashmay, men sizlarga bu joyda omborga olib tushib ko'rsataman. O'sha aytganimdek Hatice Sultonda omborxonasida biz yana bu joyda egalarining aytishlari bo'yicha qo'limdagi popuyni optim narxdan berishar ekan, ko'ryapsizmi? Bu popuk bozorlarda, magazinlarda sotilmas ekan. Faqat Hatice Sultonda optim narxda berilar ekan. Bu videoga bitta like bosib turib, savdogar tanishlaring bo'lsa, albatta jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Manzil qayerda deydiganlar uchun Marg'ilon shahar markazi 1-maktab yonida Hatice Sulton bor. Pastda nomerlarni qoldiraman, profillarni qoldiraman. O'tib obuna bo'linglar. 10 mingta bo'lgan kuni Hatice Sulton sizlarga katta aksiya va chegirmalar qilib berar ekan. Bu videoda albatta dugonalaringga jo'natish esdan chiqmasin.